Assalomu alaykum azizlarim, barchaga xayrli kun tilab qolaman. Bugun sizlar bilan juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lgan dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu mavzu ko'z tegishi, sehr qilinishi va odamni ichiga jin kirib olish kabi holatlar haqida bo'ladi. Xo'p, nima sababdan insonlarga bunday narsalar yetadi? Ya'ni yetib keladi, bunday zarar insonga yetib keladi degan savolga javob berib o'tmoqchiman. Birinchisi, agar inson ishonsa bunga, ya'ni bolalikdan boshlab hammaga singdiriladi. Omadingni yashir, natijangni yashir, muvaffaqiyatingni yashir, bo'lmasam senga sehr qilishadi, senga ko'z tegadi deb uqtirib kelishganligi uchun jamiyat tomonidan, ota-ona tomonidan va insonda ma'lum bir yoshga yetganida agar men hozir natijamni birovga ko'rsatib qo'ysam menga ko'z tegadi, menga sehr qiladi. Agar men biror bir muvaffaqiyatga erishsam, hayotimda ishim zo'r bo'lib ketsa, boy bo'lib ketsam, demak menga ko'z tegadi, sehr qilishadi. Odamlar menga hasad qiladi, demak odamlar yomon ekan degan uстановка ongda ostiga o'rnashib qoladi, chuqur o'rnashib qoladi va insonni boy bo'lishdan, muvaffaqiyatli bo'lishdan, natijalarga erishishdan to'sib turishi mumkin. Yoxud ular natijaga erishishi bilan, muvaffaqiyatga erishishi bilan darhol ularga rostdan ham ko'z tegadi, rostdan ham kimdir sehr qiladi yoki rostdan ham jin kirib olishi mumkin. Nima uchun? Chunki birinchi navbatda ularda ong ostida shu uстановка bor. Ular bunga ishonadi. Ular bunga ishonganligi uchun tortishish qonuniga muvofiq xuddi shunday narsani tortib oladi. Bu birinchi sabab hisoblanadi. Endi ikkinchi sabab, o'zi sehr, jin kirish, ko'z tegish aslida bor narsa. Lekin o'ylab ko'ring, nima uchun ba'zi bir insonlarga bu narsalar yetadi, ba'zi bir insonlarga yetmaydi. Ya'ni nima uchun ba'zi bir insonlar tinimsiz folbinga borib yoki tinimsiz qandaydir domlalarga borib sehr oldirishadi, amal oldirishadi, o'zlarini o'qitib yurishadi. Lekin ba'zi bir insonlar umuman bunday narsalarga ishonishmaydi, e'tiqod qilishmaydi, buni eskilik sarqiti deb bilishadi va hech qachon o'qitgani ham, folbinga ham, hech kimga amal oldirgani ham borishmaydi. Bu ikkinchi sabab. Demak, bu narsalar sizga yetish-yetmasligining ikkinchi sababi o'zingizning shaxsiy fikringiz, shaxsiy ishonchingiz. Birinchisi boshqalar tomonidan o'rnatilgan uстановkalar bo'lsa, ikkinchisi o'zingizning shaxsiy e'tiqodingiz, o'zingizning shaxsiy fikringiz. Chunki hammaga birdek o'rgatiladi, hammaga birdek hamma aytadi. Agar muvaffaqiyatga erishsang yoki kimnidir oldida baxtingni ko'z-ko'z qiladigan bo'lsang, ko'z tegadi, senga sehr qilishadi, ish yo'llaringni yopib qo'yishadi deb 100% hammaga bir xilda o'rgatiladi bu narsa, singdiriladi jamiyat tomonidan, ota-ona tomonidan. Lekin ayrim insonlar bunga ishonishadi, ishonganlarga tegadi bu narsa. Ba'zi bir insonlar borki, ular bunga ishonishmaydi va demak ikkinchi sabab siz ishonchingizda. Agar siz shu narsaga ishonsangiz, demak sizga yetadi. Agar siz bu narsaga ishonmasangiz, bu narsa sizlarga yetmaydi, ya'ni ta'sir qilmaydi. Endi tasavvur qiling, o'sha bo'ldi, yetib bo'ldi sizga, sehr qilishdi, ko'z tegdi, ichingizga jin kirib oldi deylikda. O'sha o'qitgani bordingiz, o'zingizga dam soldingiz, hamma kerakli bo'lgan choralarni qo'llab bo'lgandan keyin, ma'lum vaqt o'tgandan keyin, ya'ni ekstreniy holat o'tib ketgandan keyin, o'zingizga kelib olganingizdan keyin tafakkur qilishni boshlashingiz kerak. Nima uchun menga bu imtihon berildi? Bunga imtihon sifatida qarang. Bunga bu narsalarda sizga bandasi emas, Alloh berdi. Allohdan menga berilgan imtihon deb qarang. Chunki biz nima uchun ozgina muvaffaqiyatsizlikka erishib qolsak, ozgina yo'talib, gripp bo'lib qolsak yoki ozgina qandaydir stressli holatlarga tushib qolsak, turmush o'rtog'imiz bilan janjallashib qolsak, o'zimizni isloh qilish o'rniga, o'zimizni to'g'rilash o'rniga, xatolarimizni ko'rib chiqish, tahlil qilish o'rniga, gunohlarimiz uchun tavba qilish o'rniga hamma aybni
boshqalarga to'nkab, menga ko'z tegdi-da, odamlarni ko'zi tegdi-da, ya'ni aybni odamlarga to'nkab, mas'uliyatni, hayotimiz uchun mas'uliyatni odamlarga berib qo'yamiz. Ya'ni bu muammolar uchun mas'uliyatni o'z bo'ynimizga, qo'limizga olgimiz kelmaydi-da. Insonlarga bu mas'uliyatni berib qo'yamiz. Bu ancha oson, bu ancha yengil. O'zingizning ustingizda ishlashdan ko'ra, o'zingizni isloh qilishdan ko'ra, o'zingizni xarakteringizni to'g'irlashdan ko'ra, ayblaringizni to'g'irlashdan ko'ra eng osoni, eng qulayi hamma aybni sehr qiluvchilarga, folbinlarga, dushmanlaringizga, kundoshingizga, qo'shningizga, qarindoshingizga to'nkab, mana shu insonlar meni yomon ko'radi, menga hasad qiladi, shuning uchun ham ular menga sehr qildi, ichimga jin solib qo'yishdi, ularni ko'zi menga tegdi deb aytish ancha qulay, ancha oson va bu hammasi egodandir. Ya'ni bularning hammasi shaytonning vasvasalaridir. Chunki to'g'ri, ba'zida rostdan ham ular sizga sehr qilgan bo'lishlari mumkin. Kimdir sizga haqiqatdan ham ko'zi tekkan bo'lishi mumkin, yomonlik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsalar faqat tashqi sabab hisoblanadi. Ya'ni bular tashqi omillar, tashqi sabablar hisoblanadi. Lekin muammoning ildizi qayerda bo'ladi? Muammoning ildizi bizning qalbimizda, bizning ichimizda bo'ladi. Agar biz muammoni tashqaridan izlaydigan bo'lsak, biz muammoni yechishga harakat qilmaymiz va bitta muammoga qayta duch kelaveramiz. Deylik, rostdan ham kimdir bizga sehr qildi. Biz borib o'qitdik-da, sehrni yechirib keldik, $100, $200 qanchadir to'ladik va hech qancha o'tmay muammo yana takrorlanaveradi va biz topgan pulimizni borib sehr yechishtirishga sarflayveramiz. Biz odamlar uchun, ular uchun, ya'ni sehr yechuvchilar uchun tayyor klient bo'lib qolamizda. Ya'ni biz mas'uliyatni hayotimiz uchun, muammolarimiz uchun o'zimizni qo'limizga olmasdan, biz bu mas'uliyatni boshqa insonlarga berib qo'yamiz. Natijada nima bo'ladi? Muammo faqat takrorlanadi. Ya'ni bizga Allohdan bir imtihon berilgan edi. Biz bu imtihondan o'tmadik-da. Shunchaki vaqtinchalikka domlaga o'qitishga borib holatimizni yengillatib turamiz. Lekin muammoning ildizi bizni qalbimizda edi-ku, bizni ongimizda edi-ku, biz uni yechmadik, ildizini olib tashlamadik. Demak, muammo bu yechilmadi degani. Shuning uchun ham nima qilamiz? Agar bizga sehr yetgan bo'lsa, ko'z tekkan bo'lsa, ichimizga jin kirib olgan bo'lsa, o'zimizga kelib olganimizdan so'ng, fikrlash darajamiz to'g'rilangandan so'ng, ey Allohim, qaysi xatolarim uchun, qaysi gunohlarim uchun menga bu imtihonni berding? Tan olishga tayyorman, aybimni to'g'rilashga tayyorman, gunohlarim uchun tavba qilishga tayyorman, xatolarimni to'g'rilashga, xarakterimni to'g'rilashga tayyorman deb aytasiz va Alloh sizga eslatsa, mana bu gunohlaring bor edi, mana bu xatolaring bor edi deb eslatsa, o'sha xatolarimiz uchun tavba qilishni boshlaymiz. Ey Allohim, meni kechir, men o'zim bilmagan holatda mana bu xatoni qilib qo'yibman. Men o'zim bilmagan holatda qaynonamni yomon ko'rib qo'yibman. Men o'zim bilmagan holatda turmush o'rtog'imni qarg'ab qo'ygan ekanman. Men o'zim bilmagan holatda namozlarimni vaqtida o'qimaganman. Men o'zim bilmagan holatda senga ishonmasdan boshqa bandasidan yordam so'raganman, ya'ni bandasiga ishonib qolganman. Mana shunday yomon xatolarimiz uchun tavba qilishni boshlaymiz. Va mana shu xatolarimiz uchun tavba qilishni boshlaganimizda inshaalloh imtihondan o'ta boshlaymiz. Imtihondan o'ta boshlaganimizdan keyin muammolarimiz takrorlanishni to'xtaydi. Bu birinchi yechim. Endi ikkinchi yechim, qachon bizga kasalliklar, sehr, ko'z tegishi, jin kirishi tegadi degan savolga ikkinchi yechim bu vibratsiyamiz pastlab ketganda, ichimiz to'la nafrat bo'lganda, ichimiz to'la qo'rquv bo'lganda, xafagarchilik bo'lganda ular bizga tegishi oson bo'ladi, chunki bu paytda immunitetimiz tushib ketgan bo'ladi. Immunitet tushib ketgan payti har qanday viruslar, bakteriyalar, sehr, jodu, ko'z tegishlar hammasi bizga ta'sir qiladi, chunki auramiz kuchsizlanib qoladi. O'zimizni himoya Allohning marhamati bilan bizda shunaqa kuchli auramiz borki, mana shu auramiz, ya'ni immunitetimiz bizni viruslardan, bakteriyalardan, ko'z tegishidan himoya qilar ekan. U juda kuchli ekan. Faqatgina biz qachonki vibratsiyamiz tushib ketgan paytda bu himoyamiz ishlamay qolar ekan. Mana shu paytda keyin bizga bu narsalar yetib qolar ekan. Shuning uchun ham hamisha kayfiyatingizni ko'tarish, vibratsiyangizni ko'tarish, o'zingiz xursand qilish, o'zingiz baxtiyor qilish va
xafa bo'ldingizmi, nafratlanyapsizmi, darhol o'zingizda mavjud bo'lgan praktikalarni bajarib, mana shu kanallarimizda bor bo'lgan amaliyotlarni bajarib, o'zingizni darhol yuqori vibratsiyalarga olib chiqsangiz, inshaalloh sizga hech qanday sehr, jodu, jin-pin kirishi, hattoki kasal ham bo'lmay qo'yasiz. Hamma gripp bo'lib turgan paytda siz sog'lom yurishingiz mumkin agar vibratsiyangiz yuqori bo'ladigan bo'lsa. Demak, birinchisi tavba qilish, ikkinchisi vibratsiyani ko'tarish va uchinchisi ong ostingizdagi bloklarni prarabotka qilish. Ong ostingizdagi bloklarni prarabotka qilish bu master kit metodikasi bo'yicha amalga oshiriladi. Buning uchun individual konsultatsiyalarimizga taklif qilaman. Alloh nasib qilsa bu borada alohida webinar olish niyatim bor. Duo qilib turing, qo'llab-quvvatlab turing, barchamizga manfaatli bo'lsin. Master kit metodikasi bo'yicha sehr qilinmasligi uchun qanday qilib prarabotka qilish mumkin? Ya'ni mana shu vaziyatdan, bizga sehr qilishlaridan, bizga ichimizga jin kirib olishidan, bizga ko'z tegishidan bizga qanday foyda bor? Bizga qandaydir foydalar borki, demak bizga yetdi mana shu narsa. Mana shu foydalarini topib transformatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun master kit metodikasidagi ba'zi bir trenajyorlarni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Individual konsultatsiyalarda va vebinarlarda bu bo'yicha inshaalloh sizlar bilan gaplashsak bo'ladi. Hammangizni individual konsultatsiyalarga taklif qilaman va vebinarlarimizni olib, ulardan foydalanishingizni tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.